Bugun adamni ta'birlari bilan aytganda, ularning yoshliklarida 4 yillik pirojka pishirilgan 5 yog'ochga keldik. Faqat pirojka yeyishga emas, Magic City'ga aylanishga. Umringiz bino bo'lib shuncha qorboboni ko'rganmisiz yo'qmi? Buni izohda yozgunizcha men sizga atrof ko'rsataman. Bayram arafasida hamma joy chiroyli bilan chiroyli qilib bezatilgan bo'ladi. Magic'da ham xuddi shunaqa ekan. Hamma do'konlarda bayram kayfiyati, odam ko'p va hamma xursand. Bu ko'rinish esa haqiqiy ertaklarni eslatadi. Bayram bo'lgani uchun bu yoqda shunaqa chiqishli bo'layotgan ekan. Qaranglar, xuddi ertaklarga o'xshaydi-ya. E'tibor bersak, bolalardan oldin ularning ota-onalari ko'proq xursand bo'lishyapti. Qorbobo, qorqiz, ertak qahramonlari, xullas hammasi juda ham chiroyli. Anchadan beri Magic'ga kelmagandim, har qadamda o'yinlar ko'payib ketganini ko'rib hayron qoldim. 20 mingdan boshlab 100 minggacha o'yinlar bor ekan. Biz yutishimiz ehtimoli ko'proq bo'lgan shaharlarni yorib, ikkita o'yinchoq yutib oldik. Bundan tashqari bu yoqda kinoteatr, lazerli xona, teskari xonalar ham bor. Biz unga kirganimiz yo'q. Xullas, qahramonlarning chiqishlarini ko'rdik, do'konlarni aylandik va sekin uyga qaytib qoldik. Xo'sh, siz shu kunlarda qayerlarga aylanishga boryapsiz? Buni albatta izohlarda yozib keting. Bizani keyingi sarguzashtimiz esa albatta Toshkent City'dagi salyutdan bo'ladi. Sahifamga obuna bo'lish va aylanishga qayerga borsamikin deb yurgan do'stingizga videoni yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.